Assalomu alaykum hurmatli haydovchilarimiz va obunachilarimiz va Behruz O'zbek obunachilari. Mana ancha vaqtdan keyin o'zimni yana YouTube kanalimni rivojlantirishni boshladim. Ancha vaqt to'xtatib qo'ygan edim. Chunki vaqt bo'lmayotdi. Bugun Xudo xolisa o'zimni kanalimdan ham viz bo'layotgani uchun va mijozlarimiz tomonidan yaxshi videolardan qo'yib boring Behruz, sizni kuzatib boryapti uchun Xudo xolisa yana yangi videomiz bilan Pickup T9'larimizni Xudo xolisa bugun sizlarga chiroyli obzorlarni qilib beraman. Pastki nomerlarni qoldiraman. Xudo xolisa videoni oxirigacha ham ko'rib, like, kommentariy bilan poddesh qilib turasizlar. Behruz O'zbek kanaliga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Kichkina bosib qo'ysanglar, menga obuna bo'lasizlar. Mendan chiqqan eng birinchi yangiliklarni kuzatib borasizlar Xudo xolisa. Avvalambor hammalarga yaxshilik nasib qilsin. Biz videomizni boshlaymiz. Xo'p, orqa tomonimda ko'rib turganinglar, bahaybat mashinamiz, yaxshi niyat qilib qo'yinglar. Bu mashinamiz Jag T9 avtomobilimiz, 2 turbina motor bo'ladi, 210 ta ot kuchiga ega bu mashinamiz. Bu mashinamizga bemalol propan uстановка qilsalar ham bo'ladi. Ko'rib turibsizlar, mashinamiz haqiqatan juda chiroyli. Har xil ranglari bor. Xohlaganligi oq sevet, xohlaganligi qora, xohlasangiz yangi ranglari chiqqan. Star Grey degan ranglari chiqqan. Star Grey xohlasangiz mokriy sevetlarimiz ham hozircha nalichida tayyor. Bemalol firma shakllarimiz yoki boshqa qiziqqan akallarimizga, biznesmen akalarimizga, quruvchi akalarimizga bemalol mashinamizni tavsiya qilaman. Cho'llida, tog'li yo'lida sizlarga juda asqotadigan mashinamiz. Xo'p, bu mashinamiz Xudo xolisa men sizlarga chiroyli qilib o'zim kamerani olib, ichki salonlarini nima-nimaga ega, hammasini batafsil ma'lumotini berib o'taman. Videoni oxirigacha ham ko'ringlar. Xudo xolisa narxlarni bilan tanishtirib o'taman va naqdli avtokredit qilib bemalol xarid qilsanglar bo'ladi. Behruz O'zbek kanaliga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Xo'p, boshlaymiz. Rahmat aka sizga. Xo'p, bizning videoni bilasizlar, ko'pchilik jaydari bo'ladi har doimgidek. Xo'p, avvalambor bir chiroyli qilib niyat qilib qo'yinglar. Ko'rib turibsizlar. Jag T9 avtomobilimizda, dahshatligini qaranglar buni. Orqa tomonlari bilan bitta ko'rsataman. Orqa tomonlarga ham bemalol yuklarni bossanglar bo'ladi. Xohlasanglar balonni ozgina kichkina desanglar, yana ham katta razmerda balon qo'ysanglar bo'ladi. Men bu mashinamizda juda ko'p, hozir eng ko'p qilib bergan joyim Nuks bo'ldi. Nuksli akalarimiz cho'lda yurishga olishyapti bu mashinamizdan. Ko'rib turibsizlar, bunda eng zo'r yo'li 360 kamera bor. Bu avtomat varianti. Ko'rib turibsizlar. Xo'p, bir chekkadan boshlaymiz. Xo'p, hurmatli haydovchilarimiz, ko'rib turibsizlar, mashinamizning ichki salonlarini ochyapti. Bismillahirrohmanirrohim. Ko'jinli salon bo'ladi, mana. Salonlarni ham ko'rib chiqasiz yaxshilab. Qo'ltiq sidenlarni ham elektronniy boshqarsanglar bo'ladi bemalol. Ko'rib turibsizlar ichki salonlarni. Haqiqatan dahshat zinlari ham zavodskoy, ya parok-marok o'rnataman demisizlar. Uchuklari ham bor. Bismillahirrohmanirrohim. Xo'p, mashinamizni ko'rib turibsizlar. Hurmatli haydovchilarimiz, ozgina yoritamiz. Start stopda avtomat variantda mashinani ko'rib turibsizlar. Avtomat. Jag yozuvlari bilan yonda. Mashina haqiqatan zo'r akalar. Mazza qilib minasizlar. Yo'llarimiz ham ko'rib turibsizlar. Xo'p, bitta vazadniga olib ko'rsataman sizlarga. 360 kamera. Kameraga ko'rib turibsizlar. Hamma udobstvo bor. Xohlasangiz shunday o'chirib qo'ysanglar ham bo'ladi. Balki bu yerimiz ozgina shamollaganmiz. Va undan tashqari buni luklari ham bor. Zavodskiy o'zini luklari bor. Orqa tomonlari ham juda keng. Salonni ko'rib turibsizlar, dahshat salonlarning ichki salonlari ham. U yurishlari ham arziydi akalar. Orqa tomonlariga ham bemalol 3 kishi o'tirsa bo'ladi. Bemalol gavdali akalar 3 kishi o'tirsanglar bo'ladi. Bemalol ovga yoki boshqa joylarga boraman desanglar mazza qilib yurasizlar. Konditsionerlari, pechkalari ham zo'r isitib beradi. 360 kamera degani ko'rib turibsizlar, kameralari hamma narsasi bor. Balon razmerlari 18 bo'ladi. Balon razmerlarimizda ko'rib turibsizlar. Xohlasanglar undan ham kattarog'ini qo'ysanglar bo'ladi. To'rt tomoni ham tortadi, oldi orqa ham tortadi bo'ladi. Mana bagajlarimiz ham bemalol, voy Alloh, tushirsalar bo'ladi. Buni orqasiga butkasi ham bor. Adashmasam $2000 atrofida turar ekan orqasida butkasi. O'zi zavodskiy Jag degan butkasi bor ekan, zakaz do'konimizda bor. Agar kimgadir kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaveringlar. Xo'p, buni mashinamizning narxi 399,300,000 so'm. Bu mashinamizni avtokredit qilib ham bemalol xarid qilsanglar bo'ladi. Avtokredit qilmoqchi bo'lsanglar, boshlang'ich 135 million bilan chiqartirib beramiz 5 yilgacha. Ko'rib turibsizlar, bu oq rangi
xohlaganligi Stargare rangidan ham turibdi mana. Nalechida tayyor. Men bilan hozir aloqaga chiqsanglar bo'ladi, chunki nalechida mashina tayyor. Chunki kelyapti, tugyapti bu mashinamiz. Shundan obzor qilishga ham vaqt bo'lmayapti. Hurmatli xaridorlarimiz, 399 million 300 ming so'mga shu mashinamizni xarid qilsanglar bo'ladi. 2 turbina motor, rasxodlari keltirgan bo'lsa, 10 dan 15 gacha bemalol rasxod qiladi bu mashinamiz. Orqa tomonlariga ham bemalol 2 tonna yukki bossanglar ham bo'laveradi. Mashina haqiqatan tanka, hammalarga yaxshi kunligi nasib qilsin. Xudo xohlasa chiroyli qilib xizmatlarni qilib berish menga ham nasib qilsin. Shu narsani esdan chiqazmanglar. Hozir bu davlat tomonidan kiryapti, juda ko'pchiligi dilerstvo berilgan. Men o'zim shaxsan bu avtosalonda почти 3-yilga ketyapti. Xudo xohlasa 3 yildan beri xizmat ko'rsatib kelaman. Jakka birinchi olib kirganidan bizni. Xudo xohlasa nima xizmat, nima muammo bo'lsa o'zimga aloqaga chiqarasiz keyinchalik. Xo'p, hurmatli xaridorlarimiz, shu mashinadan sizlarga kerak bo'lsa, men bilan aloqaga chiqasizlar. Behruz O'zbek kanaliga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Videoni juda ko'p qilmadim. Shuning uchun qolgan ma'lumotlarni Telegram orqali ham tashib beraman. Kelsanglar bir kunda ishni ham bitirib beraman. Faqat kelishingizdan oldin pasport tekshirtirish kerak. Agar avtokredit qiladigan bo'lsanglar. Hozirda naqdli avtokreditga bemalol xarid qilsanglar bo'ladi. Narxlarni ham aytib o'tib ketdim. Boshlang'ich 30% bilan chiqishini ham aytdim sizlarga. 135 million to'lov qilsanglar, xudo xolisa 1 yil 135 million to'lov qilsanglar 5 yil muddatgacha avtokredit qilib bemalol chiqartirib beraman. Behruz O'zbek kanaliga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Hammalarga shunday yaxshi mashinalarimiz, yaxshi kunlarga nasib qilsin. Aniq tiniq ma'lumot uchun bemalol o'zimga aloqaga chiqinglar. Pastda nomerlarni yozib qoldiraman. Shaxsan o'zim chiroyli qilib xizmatlarini ko'rinmasiga chiroyli polik bonuslarni qildirtirib beraman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, yaxshi kunlarga hammalarga nasib qilsin.